Malika Ravshanova 42 yoshda. Hozirgina shoshilinch yomon xabar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda hamda jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Bu mening onam deya barcha onalarning ko'nglini xushnud etadigan xonanda Malika Ravshanova 6-dekabr sanasida 42 yoshni qarshiladi. Otasidan erta yetim qolib, 19 yoshli akasini yo'qotgan. Birgina qo'shiq bilan tanilgan u, ammo tuhmatlarga uchragan. Hozirda eng ko'p birrovlarga chiqadigan xonandaning tug'ilgan kuni munosabati bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. 15 yoshgacha otamni kutib yashadim. Siz men uchun eng yaxshi inson deya dadalarni madh etuvchi qo'shiq kuylagan Malika Ravshanova otasidan juda erta ayrilgan. Uning otasi Ravshan aka 27 yoshida olamdan o'tgan. Xonanda otasining ismi o'zining ismi bilan doim yonma-yon tilga olinishini istab, Ravshan ismidan familiya sifatida foydalanadi. Bolalik gashtini his qilmay katta bo'lganman. 15 yoshimga qadar erta-indin otam qaytadi degan umid bilan yashaganman. Biz-ku otasiz qiynalganmiz. Onamga esa ikki hissa qiyin bo'lgan. Onam o'sha paytlarda gilam to'qish sexida ishlardi. Uyga kelib, kelinlar sarposiga kashta tikardi. Onam qiynalib pul topayotganini ko'rganim uchun biror marta qo'g'irchoq yoki shirinlik olib bering demaganman. Hatto katta tanaffus paytida dugonalarim oshxonaga chiqib, u bu narsa olishsa, men sinfda qolardim, deydi xonanda Malika Ravshanova. Yetimning haqqi hech kimga buyurmaydi. Malika Ravshanova kimlarni kechira olmasligi haqida ham gapirib o'tgan. Kechira olmaganlarim begona bo'lganida bunchalik qalbim yaralanmas edi, biroq kechirmagan insonlarim qatorida o'zimning eng yaqinlarim bor. Dadam o'tgan kundan boshlab yetimlar haqqini talon-taroj qilishgan. Ularni kechira olmayman. Yetimning haqqi hech qachon hech kimda qolib ketmaydi. Bu narsa bizni tez ulg'aytirdi. Bolaligim qiyinchilikda o'tgan. Oilamiz moddiy jihatdan ko'p qiyin kunlarni boshdan kechirgan. Oilada 3 farzand edik. Akam bolalikdan onamga ro'zg'or ishlarida ko'maklashishga harakat qilardi. Rahmatli shu darajada mehribon ediki, qishda singlimiz ikkimizni hovliga chiqarmay, ishlarni men qilaman, hovliga chiqmanglar deb uqtirardi, deydi Malika Ravshanova. Maktab sumkamiz bo'lmagani uchun darsliklarni paketda olib borardik. Xonanda beva ayollarga qanchalik qiyin ekanligini onasining boshdan o'tkazgan qiyinchiliklari orqali quyidagicha izohlaydi. Dunyoda yomon ona bo'lmaydi. Bolasiga kimdir nimadir qilsa, birinchi kuyib yonadigan ona bo'ladi. Onamning ko'p vaqti pul ishlab topishga ketardi. Gilam to'qirdi, kashta tikardi, non yopardi, tikuvchilik qilardi. U erta sahar 6da ketib, kechki 6da qaytardi. Kuzda maktab uchun kerakli narsalarni olib beray deb yozda ishlardi. Harakat qilardi. Bir safar ishlab menga, keyin akamga o'quv qurol olib berardi. Ammo bir safar sumka olib bera olmay, daftarlarni paketga solib turinglar degan, deydi xonanda. Onamga oson bo'lmagan. Bir yil qish qattiq keldi, qor yomg'ir yog'di, oyog'imda etik yo'q edi. Keyin onam paket kiyib borasanmi deb o'ylagan. Etigimdan suv o'tayotgan bo'lsa ham maktabga borsam bo'ldi deb kiyib boraverganman. O'shandan dadam tushimga kirgandi. U oldimga kelib oyog'imga etik kiydirib ketgan. O'sha paytda bola bo'lsam ham etigim yo'q deb xafa bo'lmaganman. Hozir o'ylab ko'rsam onamga oson bo'lmagan ekan, deydi xonanda Malika Ravshanova. Akam sog'ayishini intiqlik bilan kutdim. Xonanda akasining bevaqt o'limi oila uzoq og'ir zarba bo'lganini quyidagicha eslaydi. Zafar akam 19 yoshda edi. Haligacha Jizzaxdagi ota uyimga borsam, qo'shnilar akang boshqacha bola edi, qo'ldan kelganicha hammaga yordam berardi deb eslashardi. Afsuski, akam hech narsaga ulgurmadi. Undan birgina zurriyot ham qolmadi deb ko'p siqilaman. Akamning o'limi tasodif bo'lgan. Uning sog'ayib ketishini intiqlik bilan kutgandik. Afsuski, umri shunday yakun topishi kerak ekan. Amakim katta yuk mashinasini haydardi. Uning balonini almashtirish kerak bo'lgan. Akam mashina baloni tagiga lom qo'yib, uni almashtirmoqchi bo'lgan, ammo g'ildirak diskasi joyidan siljib, uning boshiga kelib tushgan. Uni shoshilinch kasalxonaga olib kelishgan. 11 kun davomida jonlantirish bo'limida davolashgan. Akam ko'zini ochishini intiqlik bilan kutgandik. Onam bilan kasalxona hovlisidagi o'rindiqda soatlab o'tirib, shifokorlarning xabarini kutardik. Afsuski, shifokorlar bandalik ekan deyishgan. Eng alam qilgani, akam umrining so'nggi damlarini uyquda o'tkazgan. Ichidagi gaplarni ayta olmagan, deydi xonanda Malika Ravshanova.
tirikchilik qilishga majbur edim. Xonanda akasining o'limidan keyin onasi ruhiy tushkunlikka tushib qolgani va uni Toshkentga olib kelishga qaror qilgani haqida so'zlab berdi. Akamning o'limi oilamiz uchun og'ir zarba bo'lgan. Dadam rahmatli 27 yoshda vafot etgan. Onam turmush o'rtog'idan keyin bosh farzandini ham yo'qotishni tasavvur qila olmasdi. Ammo peshonada yozgani bo'larkan. Akam o'lganidan keyin u bilan bog'liq xotiralarni eslamaslik uchun uydagi hamma narsa, hatto idish-tovoqlargacha tarqatib yubordi. Uyimizda akamni eslatuvchi hech narsa qolishini istamagandi. Men u paytda Toshkentda o'qirdim. Onamning Jizzaxda qiynalayotganini ko'rib, uni Toshkentga chaqirdim. Avvaliga ikkimiz ijara uyda turdik. Undan keyin pul to'plab uy sotib oldim. Darsdan keyin to'ylarga chiqardim. Tirikchilik qilishga majbur edim, deydi Malika Ravshanova. Mehnatning ortidan kelgan baxt. Malika Ravshanova oilaviy bizneslari haqida to'xtalib o'tdi. Maqom bo'yicha o'qiganman. Ko'plab tanlovlarda ishtirok etganman, ammo pul bo'lmasa ijod qilish imkonsiz edi. Shu bois turmush o'rtog'im bilan tadbirkorlik bilan ham shug'ullanishga qaror qilganmiz. Hozirgi kunda sayohat agentliklari, ishlab chiqarish va fermerlik bo'yicha ham ishlaymiz. Ayrimlar o'ylaganidek turmush o'rtog'im badavlat inson bo'lmagan. Oila qurganimizda ikkimizning moliyaviy sharoitimiz ham bir xil edi, ammo hamma narsaga o'z mehnatimiz bilan erishganmiz, deydi Malika Ravshanova. Bir qo'shiq ortidan kelgan muammolar. Xonanda bu mening onam ko'rsatuvining sobiq boshlovchisi. Shoira Mirsodiqova bilan qanday tanishgani va undan nega ranjigani haqida ham gapirib o'tgan. U bilan san'atkorlarning Telegram guruhida tanishganman. Sotiladigan uy so'ragan, men yaxshilik qilish umidida unga bilganimni aytganman. Keyin u oilaviy kanalda ishlashini va istasam bitta ko'rsatuvda pul evaziga chiqarishini aytdi. Boshqalarga falon so'm, sizga buncha dedi. Umuman ko'rsatuvda chiqish niyatim yo'q edi. Turmush o'rtog'im mayli chiqavering deganidan keyin oddiy uy bekasi sifatida ko'rsatuvga olib chiqdi. Ko'rsatuvning xarajati bor deganda, ammo operatorlarning oldida pulni olishga xijolat bo'ldi. Agar hammasi ochiqchasiga bo'lganida bunday qilmagan bo'lardi. Xullas shu orqali tanishdik. Shundan keyin yana bir nechta ko'rsatuvlarda hatto bolalarimni chiqarish uchun ham pul so'radi. U paytlari 3-farzandim chaqaloq bo'lgani uchun ko'chaga chiqolmasdim. Nodira degan tanishimiz bilan uyimga kelib, bu mening onam ko'rsatuvi haqida birgalikda o'tirib gaplashganmiz. Siz homiylik qiling, ko'rsatuvining ilk sonini telekanalga olib boramiz degan. Men musiqasiga javobgar bo'lganman va o'z hitobimdan musiqa yaratganman. Shoiraga so'zlarni aytib turdim degan gaplari ham yolg'on. Shunga hit qo'shiqlarni yaratgan Risligo'y Hotam va kimningdir o'rgatib turishiga muhtoj emas. Ko'rsatuv formati avvaliga butunlay boshqacha edi. Telekanal rahbarlari kelishib, uni o'zgartirishni so'rashgan. Aytmoqchi bo'lganim, ko'rsatuv ham qo'shiq ham bir insonning g'oyasi asosida yaratilgan emas, deydi Malika Ravshanova. Undan qarzim yo'q. Xonanda nega boshlovchi bilan kelishmovchilikka borgani haqida quyidagilarni aytgan. Har bir to'ydan ulush berardim. Bu bir onda bir oydanchagina summa bo'lib ketardi. Ammo bu haqida 2 yilgacha hech kimga og'iz ochganim yo'q. Men uni ko'tardim deb intervyu berganidan keyin jahlim chiqib ketdi. U insonning asliyati qandayligini yaxshi bilaman. Hamma narsadan foyda ko'rishga harakat qilardi. Ko'rsatuvga pul evaziga chiqadiganlardan toping derdi. Hatto bir necha qahramonlarni pul evaziga olib chiqqanini bilaman. Ammo men bu haqida hech kimga aytmaganman. Faqatgina kanaldan haydalishida mening qo'lim borligini va unga nisbatan tuhmat qilganimni aytganidan keyin nimalar bo'lganini xalqqa oshkor qilishga majbur bo'ldim. Undan hech qanday qarzim yo'q, deydi Malika Ravshanova. Avariyada mashinaning yarmi yo'q bo'lib ketgan. Malika Ravshanova jiddiy yo'l transport hodisasiga uchragan va shundan keyin bir necha yil rulga o'tira olmagani haqida ham so'zlab bergan. 2008-yil Jizzaxga to'yga ketayotganimizda jiddiy yo'l transport hodisasiga uchraganmiz, ya'ni yo'ldan eshak chiqib qolgan. Biz ketayotgan mashina haydovchisi uni urib yubormaslik uchun mashinani chetga olgan. Baxtga qarshi mashina beton to'siqqa borib urilgan. O'shanda mashinaning yarmi yo'q bo'lib ketgandi. Undan keyingi voqealarni eslay olmayman. Ko'zimni ochganimda Toshkentga olib kelishganini aytishgandi. 1,5 oy davomida o'rnimdan turmay davolanganman, chunki umurtqam jiddiy shikastlangandi. Shu voqeadan keyin 8 yil rulga o'tirishga qo'rqqanman. Turmush o'rtog'im xorij safarlarda ko'p bo'lgani uchun mashina haydashga majbur bo'lganman. Agar shu majburiyat bo'lmaganida rulga o'tirish fobiyamga aylanib qolgan bo'lardi, deydi Malika Ravshanova. Xonanda oilali 3 farzandning onasi. U xonandalikdan tashqari oilaviy tadbirkorlik bilan ham shug'ullanadi. Farzandim bilan sanaldim. Xonanda kenja qizining 1000 tadan bitta odamda uchraydigan kasallikka chalingani va gematologiyada davolangani haqida gapirdi. Odamlar har doim baxtli, hech narsadan kami yo'q Malikani ko'rishadi. Shundoq ham insonlarning dardi
o'ziga yetarli, lekin mening ham ich-ichimdan yig'latib tong orttirgan kunlarim bor. Alloh kimningdir farzandi bilan, kimnidir boshqa yaqin insoni bilan sinaydi. Kichkina farzandimizni hech kimga ishonmay juda erkalatib yurardik. Ko'z bor narsa deyman. Instagramga ham rasmlarni qo'ymay qo'ysam, muxlislar kichkinangizni sog'indik deb yozishadi. Uni juda yaxshi ko'rishadi. Bir kuni Solihamiz mingtadan bittada uchraydigan kasallikka chalinib qoldi. Turmush o'rtog'im ikkalamiz bizga bu sinovni Alloh bandam ushbu sinovni qanday yengib o'tadi, qanday sabr qiladi degan ma'noda berdi deb tushundik. Turmush o'rtog'im bag'rini yerga berib yotdilar. Gematologiya shifoxonasida yotibmiz. Karantindan avval bo'layotgan gaplar. Onam umra safariga borib kelganlardan keyin hali men Malika Ravshanova bo'lib tanilmaganman. Xo'jayinimning biznesi gurkirab yashnagan payt ular farzandimizning kasalligini bilib bittada bukilib qoldilar. Gematologiyada yashab u yerga qanchalik hayot bilan kurashayotganlarni ko'rdim. Insonlarning dardini his etdim. O'shanda mo'jiza ro'y berib qizimiz tuzalib ketdi. Shifokorimiz ham Xudoga aytgan yaxshiliklaring bor ekanki, mingtadan bitta holatda sizning farzandingiz tuzaldi degan. Bitta xonada biz bilan yotgan bemor bolaning onasi bilan hozirgacha gaplashib turamiz. U tuzalmadi. O'shanda qizim qattiq shamollaganidan qondagi trombositlar miqdori tushib ketgan ekan. Bunday holatda organizmda qoni ivimay qolar ekan. Biz akdeslar bilan emlanmaganimiz o'shanda qo'l keldi. Har gal oladigan paytimizda nimadir bo'lib ola olmay qolardik. O'sha holat foydamizga ishlagan ekan. Bu kasallik biz er-xotinni ruhan sindirib qo'ygan. O'sha yildan boshlab turmush o'rtog'im ishxonaga korporativlar, tug'ilgan kunlarni qilishni to'xtatganlar. Bunday tadbirlarga ketadigan mablag'ni gematologiyada kasal bo'lib yotganlar dorilarga ishlatsinlar deb pulni bemorlarga beradigan bo'ldilar deydi xonanda. 42 yoshli xonanda Malika Ravshanova bu yil 4-marta ona bo'ldi. U 28-aprel kuni janji qizaloqni dunyoga keltirdi. Sovg'alarni qadrlaydigan xonanda. Malika Ravshanova o'ziga berilgan sovg'alarni juda qadrlaydi. Hatto 1-marta ishlatgan iPhone'ini ham sotib yubormay olib qo'ygan. Turmush o'rtog'i bu yilgi tug'ilgan kuniga so'nggi rusumdagi iPhone sovg'a qildi. Men birinchi va yillar davomida ishlatgan telefonlarimni hech qachon sotib yubormayman. Ularning markasi yoki qaysi yilda chiqqani muhim emas. Ichidagi oilamning quvonchli kunlari, farzandlarimning bolaligi muhim. Bunda tarix bor deydi u. Malika Ravshanova bayramlari bob qo'shiqlari sabab bir sutka ichida eng ko'p birovlarga chiqadigan xonanda. Ma'lumotlarga ko'ra, u bir kunda 12 dan ortiq to'y, hasham, beshik to'y, kelin salom, ota-onalarni tabriklash, yubiley va boshqa xizmatlarga chiqadi.